Aziz o'rtoqlar, biz hozir Yunusobod tumanida turibmiz. Shundoqqina Mega Planet'ning yonginasida joylashgan turar joy majmuasini 3-qavatidagi 74 kvadrat metrlik xonadonimizda sotuvga chiqqan. Hozir men sizlarni chiroyli qilib tanishtirib chiqaman. Narxi ham juda ham zo'r. Oxirida aytib o'taman, ko'rib tursanglar. Aziz o'rtoqlar, bu yo'lakdan kirish qismimizda mana eshigimiz bo'ladi. Podyezddan kirganimizda chap qo'lda bizani hojatxonamiz bor. Razdelniy sanuzulimiz. Keyingi eshigimiz bo'lsa vanna xonamiz, ya'ni yuvinish xonamiz bo'ladi va kirganimizda o'ng qo'lda bizlarning kiyimlarni ilish uchun, joylashtirish uchun stroyniy shkaflarimiz bor va ikkinchi xonamizda bu yoqda mana mehmonxonamiz alohida, bemalol mehmonlarni kutib, televizorlarni ko'rib, dam olib o'tirsak bo'ladi. Tashqariga qaragan oynalarimiz ham bor. Stroyniy shkaflari va komodlari bilan tayyor qilib qo'yilgan. Aziz o'rtoqlar, yo'lakdan kelganimizda ikkinchi xonamiz bor. Bu oshxonamiz bo'ladi. Oshxonamizni ham hamma texnikalar bilan komplekt tayyor qilib qo'yishgan. 4 kishilik stol stullari ham mavjud aziz o'rtoqlar. Juda ham shinam xonadon bo'lgan. Xo'p, bu yoqda bo'lsa mana yosh bolalar yotoqxonamiz bor. Bu yerga mebellarni joylashtirsak, bemalol yosh bolalarimiz yashasa bo'ladi va keyingi xonamizni ko'rsak bo'ladi. Master yotoqxonamiz. Master yotoqxonamizni ham juda ham chiroyli qilib, yumshoq mebellar bilan tayyor qilib qo'yishibdi. Tashqariga qaragan oynalari ham bor, shkaflari, garderobni shkaflarini tayyor qilib qo'yishgan aziz o'rtoqlar. Uyimizdan narxiga keladigan bo'lsak, 145 ming AQSh dollarida shoshilib qo'yinglar aziz o'rtoqlar. Kelib, ko'rib, yoqtirsanglar, xudo xolisa yana chiroyli narxda baraka qilib beraveramiz. Sizlar bilan Nodir uylar bo'ldi. Hammalarga omad.